O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin topgan Ozoda Nursaidova haqida muhim xabar. Ozoda Nursaidova uyi buzilganida tushkunlikka tushgani hamda 300 million so'm zarar ko'rgani haqida gapirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ozoda Nursaidova uyi buzilganida tushkunlikka tushgani hamda 300 million so'm zarar ko'rgani haqida gapirdi. Xonanda Ozoda Nursaidova Milliy telekanalining Zarb ko'rsatuviga bergan intervyusida uyga o'tirgan vaqtda mutasaddilar buldozer bilan uyini buzishga kelgani, bu holatdan so'ng stressga tushgani, 250-300 million so'm moddiy zarar ko'rgani, vahshiylarcha uyini buzishgani haqida gapirdi. Ozoda Nursaidova uyda o'tirgan vaqtda mutasaddilar uni ogohlantirmasdan uyini buzishga buldozer bilan kelgani haqida. Bu mavzu hayotimdagi eng og'ir damlarni eslatadigan og'riqli mavzulardan biri hisoblanadi. Yaqinda bu haqda Konstitutsiyadagi o'zgarishlarni ko'rib xursand bo'ldim. Yakkasaroyda turaman. 2007-yilda bir korxonaning bo'sh yerini sotib olganman. To'g'rirog'i uyimni qurgan kompaniya egalari menga shu taklifni bergan. Bozor narxida pulini to'lab shu yerni sotib oldim. 2,5 sotix yer edi. Sotib olish hamma narsani hujjatlashtirdim. Oradan 6 yil o'tib 2013-yilda uyimda o'tirgan vaqtimda hokimiyatdagi ishlaydiganlar buldozer bilan keldi. Yer joy bilan bog'liq sud bo'lgan ekan, xabarim yo'q edi. Uyimga buldozer bilan kelib buzamiz deyishdi, ogohlantirishmadi. Uyingizni buzishimiz kerak, sud bo'lgan, prokuratura kadastrni bekor qilgan deyishdi. Bekor qilingani haqida xabarim yo'q edi. Birinchi ma'lumotni o'sha paytda oldim. Shunda o'sha payt hokimlikning huquqshunosi menga boshqa bir familiyalarni aytdi va shularning buyrug'i bor dedi. Suddan yoki hokimlikdan biror bir da'voga menga bu haqda aytmagan, deydi xonanda. Xonanda uyini buzishgandan keyin stressga tushgani va bir necha bor hujjatlari bekor bo'lgani haqida. Dastlab apellyatsiyaga beraman dedim. Bu holatni o'rganishni xohladim. Qo'limda kadastrim bor edi, hokimning ham qarori bor, vaziyatni o'rgandim. Nima sababdan prokuratura tomonidan qaror bekor qilinganini o'yladim. Menga bitta sabab, ya'ni texnik xato deb aytishdi. 3 marta hokim o'zgardi, 3 marta mening masalam ko'tarildi va 2 marta kadastrim bekor bo'ldi. Menga 2007-yilda bu qarorni bergan hokim ishdan ketganidan keyin 2013-yilda boshqa hokim tomonidan kelib kadastrimni bekor qilmoqchi bo'ldi. U ham ketganidan so'ng biz keyingi kadastrni 2018-yilda boshqa hokim kelganidan keyin oldik. Davlat tomonidan noqonuniy ishlarni qilayotgan shaxslarni deb ko'p insonlar jabr chekmoqda. Men ham bu holatdan so'ng stress oldim, moddiy zarar ko'rdim. 2018-yilda hushimdan ketib qolganman. Menda videolari ham bor, deydi Ozoda Nursaidova. Ozoda Nursaidova uyi vahshiylarcha buzilgani, bundan 250-300 million so'm zarar ko'rgani to'g'risida. Yana bir masala bor. Uyim majburiy ijro byurosi tomonidan vahshiylarcha buzilgan. 30 ta odam kelgan. Keyin 2018-yilda uyimni juda tezlik bilan buzishgan. Hattoki narsalarimni olib qolishga ulgurmaganman. 250-300 million so'm atrofida zarar ko'rganman. Bu yerdan tashqari jihozlarning narxi shunaqa vahshiylarcha buzishgan. Bu holatni eslash men uchun og'ir. Hozir bu joyga qaramayman ham. 4 yil bo'ldi. Men uyim joyim deydigan insonman, lekin hovliga kirgim, qaragim kelmaydi. Biz o'zimiz buzib beramiz dedik. Hattoki 1 soatga ham imkoniyat berishmadi. O'sha payt soat 3 gacha uyimga 35 ta odam kirgan. Shu odamlar uyimni oyoq osti qilib buldozer bilan buzgan. Shunda bu uyimning yonidagi uylarga ham zarar yetgan, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.